Oq uydagi turnirdagi ikkita mega jang so'nggi daqiqalarda bekor bo'lgani aniq bo'ldi. Insiderlarga ko'ra, UFC aslida juda katta ikki jangni tayyorlayotgan edi, ammo oxirgi paytda hammasi buzilib ketgan. Manbalardan biri shunday dedi. Asl reja Islom Makhachev va Ilya Topuria jangi bo'lgan. Justin Gaethje va Ilya Topuria esa faqat plan B edi. UFC yana Jon Jonsni ham kartga qo'shmoqchi bo'lgan. U Alex Pereiraga qarshi jang qilishi mumkin edi, ammo oxir-oqibat Jon Jons jarohat sabab chiqib ketdi. Islom Makhachev ham qo'lidan jarohat oldi. Dana White bu ma'lumotni rasman inkor qilgan bo'lsa-da, insiderlar bu gaplarda haqiqat borligini aytishmoqda. Natijada muxlislar quyidagi ikki super jangni ko'ra olishmadi. Islom Makhachev va Ilya Topuria, Jon Jons va Alex Pereira. Agar bu janglar bo'lganida ehtimol UFC tarixidagi eng katta kartlardan biri bo'lishi mumkin edi. Endi esa Islom Makhachev va Ilya Topuria ushbu uzoq davom etgan muzokaralar mavzusiga deyarli nuqta qo'ydi. Aslida bu janglar nima sababdan bekor bo'lgani, kim nima degani, ortda qanday kelishmovchiliklar bo'lgani va Islom bilan Ilya o'rtasidagi mojaro qanchalik jiddiy tus olgani haqida batafsil gaplashamiz. Videoga like bosing, biz esa boshladik. Dana Whitening so'zlariga ko'ra, Islom Makhachev va Ilya Topuria o'rtasidagi jang o'tgan hafta Oq uy ro'yxatidan olib tashlangan jang emas. Ammo El Matador nashri rossiyalik jangchi musobaqa e'lon qilinganidan sal oldin jangdan chetlatilganini da'vo qilmoqda. Islom yana bir bahona o'ylab topdi. Bu safar jarohat. Men har doim Oq uy tadbirida ishtirok etishimni bilardim. Hatto bir paytlar UFC meni musobaqada hisobga olmasligi mumkinligini aytganda ham, men bu muzokaralarning bir qismi ekanligimni tushundim. Nihoyat ular menga Oq uy tadbirida jang qilishimni aytishganida ismini Islom qo'yishdi va men bir soniya ham ikkilanmadim. Jangga darrov rozi bo'ldim. Jang hali rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, Oq uy kartasi ertasi kuni e'lon qilinishi kerak edi. Uyg'onganimda Islom jarohat olganini bildim. Keyin Gaethje paydo bo'ldi. Islomning qochishi uchun yana kimdir pul to'lash kerak. Ularning menejeri chinakam ahmoq. Justin, sen bilan Oq uyda ko'rishamiz. Men odamlarni xo'rlaydiganlardan emasman. Bu tez bo'ladi. Uyg'onganingda hammasi tugaydi, deb yozdi ispan gruzin jangchisi ijtimoiy tarmoqda. O'tgan dam olish kunlari Ilya Topuria va Justin Gaethje o'rtasidagi yengil vazn toifasidagi birlashtiruvchi jang rasman 14-iyun kuni bo'lib o'tadigan UFC Oq uy musobaqasining asosiy jangi sifatida e'lon qilindi. Islom Makhachev Ilya Topurianing Oq uy yaqinidagi UFC turnirida jang qilishdan bosh tortganlikda ayblagan bayonotini javobsiz qoldirmadi. Islom Makhachevning javobi: ikkalamiz ham bu yerda kim qo'rqoq ekanligini bilamiz. Qo'rqoqligingni yomon tweetlar bilan yashirishing mumkin, lekin xavotir olma. Bir kun kelib so'ragan narsangni olasan va semiz menejering men bilan jang qilish uchun milliardlar dollar talab qilishi shart emas. Biz buni bepul qilamiz, deb yozdi Islom Makhachev ijtimoiy tarmoqda. El Matador nashrining xabar berishicha, Makhachev musobaqa rasman e'lon qilinishidan bir kun oldin jarohat sababli jangdan voz kechgan. Ammo UFC prezidenti Dana Whitening ta'kidlashicha, jang 14-iyun kuni bo'lib o'tadigan musobaqa uchun tasdiqlanmagan. Natijada shouning asosiy jangi Ilya va Gaethje o'rtasidagi yengil vazn toifasidagi birlashtiruvchi jang bo'lishi e'lon qilindi. Va turnirning asosiy jangida Alex Pereira va Ciryl Gane vaqtinchalik UFC og'ir vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun kurashadigan bo'lishdi. Dog'istonlik jangchiga yaqin manbalarga ko'ra, Islom Makhachev jang taklifini qabul qilgan va Oq uy turnirida Ilya Topuria bilan oktagonga chiqishga tayyor bo'lgan. Ammo muammo boshqa tomondan chiqqan. Aytilishicha, ispan gruzin jangchisi Ilya Topuria yengil vazn chempionlik kamaridan voz kechishni istamagan. Bundan tashqari manbalar uning jang uchun juda katta gonorar talab qilganini va jangni rasman mavjud bo'lmagan yangi vaznda o'tkazishni taklif qilgani haqida ham gapirmoqda. Ko'rinishidan Topuria yuqoriroq vazn toifasiga chiqishni istamagan va aynan yengil vaznda jang qilish tarafdori bo'lgan. Bu yerda eng qiziq nuqta shundaki, Topuria bu jangda deyarli hech narsa yo'qotmaydi. Ammo Islom mag'lub bo'lsa, katta narsalardan ayrilishi mumkin. Ya'ni bu tavakkal ko'proq Makhachev tomonida bo'lgan. Ammo hozircha eng katta muammo haqiqat kim tomonda ekanligi aniq bilmayotganimizda. Agar qaysi taraf yolg'on gapirayotganini bilganimizda, unda kim haq, kim esa shunchaki ortiqcha gap qilayotganini tushunish osonroq bo'lardi. Vaziyatdagi savollar va noaniqliklar ko'paygani sari bu mojaro yanada qiziqarli tus olmoqda. Yana bir tushunarsiz jihat bor. Agar Ilyaning keyingi jangi allaqachon rejalashtirilgan bo'lsa va yaqin 6 oy ichida Islom bilan baribir jang qilolmasa, unda nega aynan hozir Makhachevga bosim qilishga urinmoqda? Bu shunchaki shov-shuv va reklama uchunmi? Agar chindan ham bu jangni xohlasa, avval Justin Gaethjeni nokaut qilib, keyin esa Islom bilan bo'ladigan ehtimoliy to'qnashuvni faol ravishda targ'ib qilsa bo'lmaydimi? Hozircha esa bu voqeada savollar ko'p, javob esa juda kam.
Shu sababli ham Islom Maxachev va To'priya o'rtasidagi mojaro muxlislar uchun tobora qiziqroq mavzuga aylanib bormoqda. Bu vaziyatda aniq kim qochganini 100% aytish qiyin. MMA'da ko'pincha bunday gaplar muzokara yoki vazn masalalari sabab chalkash bo'lib ketadi. Lekin hozircha chiqqan ma'lumotlarga qarab taxmin qilish mumkin. Islom tomoni aytishicha u jangga rozi bo'lgan. Muammo vazn va shartlarda bo'lgan. To'priya kamarini bo'shatmagan va yangi vazn taklif qilgan deyishmoqda. Agar bu rost bo'lsa, Islom uchun risk katta. U chempion sifatida ko'proq yo'qotishi mumkin. To'priya esa o'z intervyularida Islom jangdan qochyapti degan signal beradi. U jang yengil vaznda bo'lishi kerak degan pozitsiyada bo'lgan. Shuningdek, katta gonorar va boshqa shartlar ham aytilmoqda. Eng real ehtimol, ko'p MMA jurnalistlari aytayotgan narsa, bu yerda hech kim to'liq qochmagan, shartlar kelishilmagan, vazn, pul, kamar masalasi. Shaxsiy fikrim, agar insider gaplar rost bo'lsa, Islom jang qilishga tayyor bo'lgan ko'rinmoqda. To'priya esa o'z shartlarini qattiq qo'ygan. Lekin UFC'da bitta narsa bor. Agar Dana White xohlasa, jang baribir bo'lib o'tadi. Demak, hozircha bu ko'proq muzokara va hype bo'lishi ham mumkin. Demak, ushbu jang Islom aytganidek qachondir bo'lib o'tadi va ushbu jangda siz kimga muxlislik qilasiz va kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Islom Maxachev yoki Ilya To'priya? Shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida ertangi yangiliklarimizni ko'rishguncha barchangiz